Salom hammaga obunachilar, bugun sizlar bilan yana men Semotrio uzman do'stlar. Bugungi videomizda Artcraft serverida bo'lib o'tadi va bugungi videomizda shu Artcraft serverida qanaqa qilib to'g'ri PvP inventar taxlashni o'rganamiz. Va videomiz boshlanishidan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang. Unda gapni ko'paytirmasdan biz videoni boshladik. Xo'p, men serverga kirib olib, chatga xon deb yozib, o'zimni bazamga bora oldim. Menda 91 XP bor edi. Buni esa bronyalar enchatlash uchun. Va mana bu shulkerimda bronyalar yasash uchun kerakli hamma narsa bor edi. Va men o'zimga almazlarni oldimda va almaz bronyalarni yasashga qaror qildim. Hamma almaz bronyalarni yasab bo'lgandan keyin sehrlab chiqdim. Va bu sehrlashdan menga kerakli narsa bulardan amber ekan 3 sehrini chiqarib olishim kerak edi. Va mana mana hamma bronni ham amber ekan 3 ta chiqarib oldim. Va endi men shalkerimdan izmurutlarni olib, hamma bronyalarni to'rttadan yasab chiqaman. Nimaga to'rtta desanglar, Короче, masalan, Protection 3 ga Protection 3 qo'shsa 4 bo'ladi. Shuni Protection 4 ga Protection 4 qo'shsa 5 bo'ladi. Va menga Protection 5 kerakligi uchun hammasidan 4 tadan yasab oldim. Va hamma bronyalarni yasab bo'lgandan keyin asta-asta men shu yasagan bronyalarimni bir-biriga qo'shib Protection 4 qilib chiqdim. Va mana уже Protection 4 bronyalarni yasab bir-biriga qo'shdim va Protection 5 bronyalarni уже mana qo'yib bitirib bo'ldim. Endi XP farmdan XP ni olib, mana bu Unbreaking 3 li bronyalarni Protection 5 bronyaga qo'shib chiqamiz. Va shu payt XP'm 20 qolgan ekanman. Esimni ochdimda, ozroq XP olib 21 qoldimda va oyoq kiyimlarni yana bir-biriga qo'shib oldim. Va mana ko'ringlar, hammasi Unbreaking 3 Protection 5 li bronya bo'ldi. Va men keyingi ishim shalkerdan mendinglarni olib, bronyalarimga mending qo'shib chiqish kerak edi. Va XP farmdan o'sha XP kelmagandan keyin men o'zim almazga XP yasashga harakat qildim va o'zimga XP'larni yasab oldim. Va bu XP'larni sepib, asta bronyalarimga mendinglarni qo'shishni boshladim. Va mana ko'ringlar, hamma bronyamga mendingni qo'shib bo'ldim. Endi esa mana shu bronyalarimizni hammasini Netherite qilib chiqishimiz kerak edi. Va Netherite qilish uchun o'zi bazada aslahamiz yo'q ekan va o'zim qo'ldan yasab oldim. Va mana Smithstolda yasab oldim va kiramiz. Hamma bronyamizni bitta-bittalab Netherite qilib chiqamiz. Va do'stlar, sizlarni poddeshkalar bilaman, men o'zimga media rang oldim. Tabriklasangiz ham bo'ladi. Bu 18 kunga emas, butun umrga atak. Bundan oldin askar rangim bor edi, shuning uchun 18 kun ko'rsatib qo'ygan. Va mana do'stlar, o'zimizning Netherite bronyalarimiz hammasi tayyor bo'ldi. Уже endi keyingi navbat qilich yasashimiz kerak. Kerakli narsalarni shalkerga qo'yib olamiz. Va qilich yasash uchun kerakli narsani olib olamiz.
Men versakni ochib, уже qilichlarni yasashga qaror qildim. Bu qilichlar ham xuddi shunday, shartness 3 ga shartness 3 ta qo'shsa 4 bo'ladi. Shunday qilib o'zimga shartness 6 qilich yasab oldim. Mana o'zimga shartness 6 lik qilich yasab oldim. Endi menga bu shartness 6 ga enchant qilib fire aspect chiqarishga harakat qildim. Ammo do'stlar, fire aspect umuman chiqmadi. Men hamma narsamni shalgirga solib, уже bronelarim, qilichlarim tayyor bo'lgandan keyin menga charka olmalar kerak edi va kit deb yozdimda media kitini oldim. Ko'ra qarabsizlarki, Alpomish kiti beradi. O'zimga kerak narsalarni ahga sotdim, bronelarni va qolgan narsalarni sandiqqa solib qo'ydim. Уже qilishni qancha enjantlamadim, baribir fire aspect chiqmadi. Keyin men o'zimni inventarimni taxlashga qaror qildim va boyagi kitimizdagi olgan olmalar hammasini inventarimga joylashni boshladim. Va mana do'stlar, уже inventarimiz taxlab bo'ldik. Hamma narsa o'zi bor. Mana sila, charka hammasi bor. Va do'stlar, bugungi videomiz shundan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib ketishni unutmang. Unda sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videoda uchrashguncha do'stlar, xayr.